O'zbekiston milliy terma jamoasining jahon chempionatida ishtirok etishi mamlakatimiz sporti tarixida yangi sahifa ochdi. Zero ushbu muvaffaqiyat nafaqat milliy futbolimiz taraqqiyotining yorqin natijasi, balki butun xalqimiz qalbida yuksak g'urur, iftixor va ishonch tuyg'ularini yanada mustahkamlagan muhim voqelikka aylandi. 22-may kuni poytaxtimizdagi Bunyodkor stadionida milliy terma jamoamizni jahon chempionatiga kuzatishga bag'ishlangan tantanali tadbir bo'lib o'tganidan xabaringiz bor. Mazkur tarixiy voqelik yurtdoshlarimiz, sport jamoatchiligi va millionlab futbol muxlislari qalbini beqiyos g'urur va iftixor tuyg'ulariga to'ldirdi. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasini 2026-yilga jahon chempionatiga kuzatish tadbiri chin ma'noda ulkan bayramga aylandi. Minglab muxlislar, sport jamoatchiligi, faxriylar va yurtdoshlarimiz bir maqsad atrofida jam bo'lib, tarix yaratgan futbolchilarimizni katta ishonch va ezgu tilaklar bilan mundial sari kuzatib qo'yishdi. Davlatimiz rahbari o'z nutqida ta'kidlaganidek, bugun futbol mamlakatimizda allaqachon har bir oilaning do'stiga aylangan. Sportchilarimiz erishayotgan yutuqlardan ruhlangan farzandlarimiz esa kelajakda yangi chempionlar sifatida xalqaro maydonda bo'y ko'rsatishiga ishonamiz. Ta'kidlash kerakki, bu shunchaki sportdagi muvaffaqiyat emas, bu xalqimizning matonati, yoshlarimizning orzulari va yangi O'zbekistonning ulkan salohiyati namunasidir. Marosim davomida stadionni chulg'agan ko'tarinki ruh, muxlislarning cheksiz hayajoni va futbolchilarimizga bo'lgan ishonchi har bir yurtdoshimiz qalbida faxr tuyg'usini uyg'otdi. Ko'plab vatandoshlarimiz va muxlislarimiz kabi 34 yillik orzumuz amalga oshdi va milliy terma jamoamiz jahon chempionatiga chiqdi. Biz ham muxlislar qatori juda ham xursandmiz. Albatta jahon chempionatiga borgandan keyin futbolchilarimiz ham eng yuqori kayfiyatda borishadi. Ayni damlarda Osiyo chempionatida turli yosh terma jamoalarimiz Osiyo chempionligini qo'lga kiritishyapti va muntazam ravishda jahon chempionati yoshlar o'rtasida ishtirok etib kelishyapti. Bizning jahon chempionatimizga chiqqanimizning o'zi bu futbolga berilgan e'tibor va futbolimiz qayda chiqib borayotganidan dalolat beradi. Tarixiy voqea, bizlar albatta bu voqeani kutgan edik. To'g'risini aytsam, yoshlarning orasida ham shijoatli yoshlarimiz ko'rib, bizlar ham kelajakda chiqamiz deb intilishyapti. Albatta biz o'z terma jamoamizga omad tilab qolamiz. Biz tariximizni nafaqatgina qadrlashimiz kerak, balkim uni yaratishimiz kerak va mana shu tarixni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich boshchiligida O'zbek futbol milliy jamoasi yaratib bo'ldi. AQShning markaziy shaharlarida yurib, men savol bilan murojaat qilaman odamlarga. Ya'ni siz O'zbekiston haqida eshitganmisiz yoki yo'qmi? 10 yil oldin 10 ta respondentdan bittasi javob bersa, ha eshitganman desa, biz xursand bo'lardik. Va bu safar mana shu so'rovdan o'tkazayotgan paytimda, demak 90% bilishadi. Hozirda prezidentimiz boshchiligida O'zbekistonda shunaqa bir jiddiy infratuzilma qurilganki, mana shu bizni tarixiy g'alabamiz, xudo xolasa, davomiy bo'ladi. Bu kunni adilib ko'rish uchun keldim. Bu necha yillik tarix desa ham bo'ladi. Biz birinchi o'rinda shunga yetib bordik. Buni ko'rganlar bor, ko'rmaganlar bor. Bir paytlar orzu bo'lgan. Ishonamiz biz. Bolalarga ishonamiz. Hozirgi yoshlar buni uddalaydi. Bugun o'zbek futbolchilari millionlab yoshlar uchun haqiqiy qahramonga aylandi va endilikda butun xalqimizning nigohi mundialda bo'ladi. Ishonamizki, milliy terma jamoamiz o'zbekona iroda, matonat va shijoat bilan jahon maydonlarida ham munosib ishtirok etib, yangi O'zbekiston nomini yanada yuksaklarga ko'taradi.